Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmat Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Jalolobodda o'tgan yili o'rnatilgan gul idishlari bu yil qaytadan yangilanmoqda. O'sh Turkiy xalqlar madaniy markazi nomli tadbirga ishtirok etuvchi rasmiy delegatsiya O'sh shahriga keldi. O'shdagi xalqaro tadbirga kelgan mehmonlar uchun mehmonxonalar yetishmovchiligi yuzaga kelmoqda. O'shda qirg'iz, rus media vakillari ishtirokida media forum bo'ldi. Batkenlik bog'bon 3 yildan beri lola gulini ko'paytirmoqda. Aprelda otboshi suvga tushib ketgan 5 yoshdagi Barsbek Bektemirovning jasadi topildi. Uning jasadi suvga tushgan yerdan 10 chaqirim uzoqlikdan topilgan. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ministrlik ma'lumotiga ko'ra, bola 19-aprel kuni tushda Chuy daryosining birlik bilan Groz qishloqlari orasidagi qismidan topilgan. Chuyning Kemin rayonida xavfsiz shahar loyihasining video kuzatuv kamerasini noma'lum kishilar otib sindirib ketishdi. Voqea 14-aprelda bo'lganini Vega radio qurish konserni ommaviy axborot vositalariga bugun bildirdi. Kamera tekshirilib foydalanishga topshirilgan, biroq Ichki ishlar ministrligining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bosh boshqarmasining monitoring markaziga ma'lumotlarni bermagan edi. Voqea jinoyatlarni ro'yxatga olishning umumiy reyestriga ro'yxatga olinib, jinoiy ish qo'zg'aldi. Sindirilgan uskuna ballistik ekspertizaga olingan. Hozirda o'q qayerdan va qaysi quroldan otilgani aniqlanmoqda. O'rniga yangi kamera o'rnatilib ishlamoqda. Jalolobod meriyasining ko'kalamzorlashtirish muassasasi budjetdan samarali foydalanmay xalqning pulini sovurmoqda. Bunday fikrni shahar kengashining ayrim deputatlari budjet qabul qilingan vaqtda aytishgan edi. Bu so'zlar ko'p vaqt o'tmay isbotlanib, yo'lga o'tgan yili o'rnatilgan gul idishlari yaroqdan chiqib 800 ming so'mga bu yil yangilarini sotib olishdi. Tegishli xizmat avvalgilari sifatsiz edi, hozirgilari yaxshi deb gul ekishayotgan idishlar haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Sizlar ko'rib turgan bu gul idishlari shaharning markaziy Lenin ko'chasining ikki tomoniga o'rnatildi. Ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish muassasasi har biri 4 ming so'mdan bo'lgan 200 dona mana shunday gul idishlarini sotib olgan. Unda o'tgan yili mana shu ko'chaga o'rnatish uchun 245 ming so'mga sotib olingan idishlar qayoqqa ketdi? Ular nima sababdan bu yil o'rnatilmadi degan savollarga quyidagicha javob oldik. Yo'lda qar жауын учурда биздин мекеменин автоунаалары чыгып кар сүрөгөн шарттарда тоскоол жаратпаш үчүн биз алып койгонбуз. Азыр алар биздин мекебизде турат. Алар азыркы учурда реставрация болуп атат. Биринчиден анын саны аз болчу. 56 сан болчу. Же узундан койсоң Ленин көчөнүн ортосун, так ортосун узун жетишпейт, же капталдан койсоң жетишпейт. Азыркы тумбалардын саны 200 дана. Оң жақ бетіне 100, сол жақ бетіне 100 dana qo'yiladi. Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishning sobiq yetakchisiga yo'lning o'rtasiga qo'yilgan gul idishlari yoqib, soni oz bo'lsa ham sotib olgan. Biroq avtomashinalarga to'sqinlik qilib, uni ayrim haydovchilar urib ham ketishgandan keyin ta'mirlab muassasa korxonalarning oldiga qo'yish uchun yig'ib ketishgan. O'tgan yili yangi olingan gul idishlarni endi qayta pul sarflab ta'mirlash zarur. Yil boshida shahar g'aznasi qabul qilinayotgan vaqtda gul idishlarni shahar kengashining deputatlari ham tanqid qilib, puldan samarali foydalanishga chaqirishgan edi. Buna bizden Batı Öğretim Üniversitesi'nin aldığında bayağı çiçekler koyuldu. Gül üstüne turgança. 200-300 ming akça ketdi. Erте menetçi bir vadovoz, 2 adam dağın, vadiyetine 3 adam, bir çelekte 3'te 4'te gana gül var. Oşonu su var жүрүшөт. 300-400 ming akça ketken жерге mana kecha qayra buzib olishdi. Endi bu degan cho'ng akcha. Birgina ko'chaga har yili turli xil gul idishlarini sotib olib, xalq ko'rishi uchun asosiy ko'chani ko'kalamzorlashtirib, shaharning chetki ko'chalari qarovsiz qolib ketmoqda degan fikrlar ham aytila boshladi. Deyarli million so'mga yaqin pul sarflanib sotib olingan idishlar shaharga qancha vaqt xizmat qiladi, buni vaqt ko'rsatadi.
O'sh shahri Turkiya Xalqlar madaniy markazi nomli xalqaro tadbirga birinchi mehmonlar kela boshladi. Ular Qozog'iston, Turkiya, Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, Tatariston va Mongoliya davlatlari boshchiligida 17 davlatdan rasmiy mehmonlar va 6 davlat ministrliklari. Bundan tashqari har bir davlatdan kelgan madaniyat vakillari ham bor. Kelgan mehmonlarni O'sh shahar meriyasi madaniyat ministrligi boshchiligidagi vakillar kutib olishdi. O'sh shahrida 20-aprelda o'tuvchi tadbirga rasmiy dasturlar boshlandi. Dünyasının dört bir canının gelgen konaklar mine gelip atır. Eşkanday bizde problem yok, bari tosып atır. Endi Kırgızstanlıklar kalay hoşumetteytini biz bärimiz bilemiz. Birinci gelip atkan adamlarga aytıp berdik onu. Olar da mine gelip taң kalıp atır. Osындай жылдыктан, osындай бауырлыктан. Сондықтан баршаңызға құтты болсын. Ayni damda O'sh shahridagi mehmonxonalarda bo'sh o'rinlar qolmadi. Shahardagi obro'li mehmonxonalar rasmiy mehmonlar bilan to'ldi. Masalan, sharoiti yaxshi mehmonxonalarni chet elliklar 14-aprel kuni egallab qo'yishgan edi. Shu sababli boshqa rayon oblastlardan kelganlarga hozirda joy topilmayapti. Batafsil navbatdagi lavhada. Ma'lum bo'lganiday 16-apreldan boshlab O'sh shahriga 20 ga yaqin davlatdan 500 ga yaqin mehmon kelishi aytilgan. Ularga xizmat ko'rsatish uchun 3 tilda erkin so'zlagan 100 ga yaqin ko'ngillilar ishlashmoqda. Аларды тиешелүү кызматтар кошумча тейлеп жатышат. Ошол себептен ал эми жанагы мейманканалар бошобой батпай жаткандыгынын себеби алар эми өзүнчө жанагы расмий эмес, өзүнчө келгендерге кичине көйгөй жаралышы мүмкүн. Mazkur tadbir tufayli shahardagi mehmonxonalar to'ldi. Keladigan chet elliklar ko'pligi sababli mehmonxonaning narxi ham ko'tarilgan. Bu holat keladigan mehmonlar ko'pligidan hamda mehmonxonalar yetishmovchiligidan darak beradi. Жетишсе экен, азыр мына чоң мероприятие болууда көрүнүп атат. Себеби келген адамдар аябай көп, место издеген адамдар көп да. Тиги заранее бронировать эткендер келип уже жайгашышты. Калгандары келип место жок деп кетип атат. Бардык номерлер уже брондо турат. 16-сынан баштап бизде коноктор келип баштаган. Бүгүндөн дагы келишет. Акыркы күнү уже 20 күн акыркы полностью гостиница толот. Ошол боюнча 22-сине чейин адамдар жашап, 22-син уже чыгып кетишет. Азыркы учурда башка бир да номер бош эмес. Бардык номерлер бронь болгон. Mazkur tadbirga 3 oydan beri tayyorgarlik ko'rilmoqda. Natijasi qanday bo'ladi hozircha aytish qiyin, biroq ayrim kamchiliklarni hisobga olmaganda yomon emas. O'sh shahri Turkiya Xalqlar madaniy markazi tadbiri xalqaro miqyosda o'tkazilmoqda. Shu sababli har bir qirg'izistonlik yuragida hayajon bor. Sababi yuqori darajada o'tkazib olsak, bu o'lka uchun katta muvaffaqiyat. Bu Qirg'izistonni, O'shni tanitish uchun katta imkoniyat. Ушунча күндөн бери кылып аткан эмгек талага кетпесе керек деп ойлойм. Эми жаратканда колдоп берер, ушунчалык пешене тер төгүлүп атат бул жерде. Аны ушунча аракет кылып атабыз. Кудай бурса бир ушул келген конокторго, биздин Оштун тургундарына, четтен келген конокторго ушул колдон келсе ушул жер карабаганда бир жакшынакай бир чоң ийгилик менен көрсөтүп алсакпы деген бир үмүт тилектебиз. Бирок биздин ушул план менен келатат. 2019-yilning eng ahamiyatli madaniy tadbirlari deb baholanayotgan festivalga 10 mingga yaqin odam kelish kutilmoqda. Tadbir ertaga 20-aprel kuni tongi soat 8 da boshlanadi. Hurmatoy Nurmatova, Jusupbek Qo'shmato'li, Beksultonabiyev, Ынтымак. O'sh shahrida Qirg'iz-Rus media forumi bo'lib o'tdi. Media forumga Qirg'iziston va Rossiyaning media vakillari, teleradio kompaniyalarining jurnalistlari ishtirok etishdi. Forumning asosiy maqsadi Rossiya va Qirg'izistonning ikki tomonlama hamkorligini yaxshi yo'lga qo'yish. Forumni tashkil qilishni prezident apparati va Qirg'iziston Respublikasi hukumati qoshidagi Qirg'izistondagi hududiy ekspertlar klubi va Rossiyaning Евразийцы Новая волна fondi umumiy dialog tuzishni taklif qildi. Bu vaqtgacha Qirg'izistonga birinchi marta Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin rasmiy ish safari bilan kelgan. Tashrif natijasiga ko'ra ikki o'lkaning media vakillari uchrashdi. Endi mazkur forum ikki davlat o'rtasida bo'ladigan siyosiy hamkorliklarni yoritishni rejalashtirmoqda. Ikki davlatning ommaviy axborot vositalari forumi endi har yili o'tkaziladi. Davlatlarning savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar hamkorligi mustahkamlanadi. Bu fikrlarni ikki o'lka nomidan yig'ilgan rasmiy vakillar bildirishdi. Media forum davomida Rossiya tomonidan kelgan
rasmiy delegatlar bildirishicha, ikki davlat o'rtasidagi yoshlar siyosati ham mustahkamlanadi. Yoshlar konferensiyalari tashkil qilinib, unda turizm, yoshlarning tadbirkorligi haqida maqsadlar bo'yicha aytiladi. Yaqında эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин иш сапары менен Кыргызстанга келди. Кыргызстан биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Биз эки тараптуу кызматташууга өтө чоң маани беребиз. Мындан ары мындай мамилелерди сактайбыз деген үмүт чоң. Форум жөнүндө сөз кылатыран болсок, экинчи бөлүгүндө Кыргызстан менен Россиянын массалык маалымат каражаттары, эки өлкөнүн мамилелерин чыңалуусундагы ролу жөнүндө сөз болот. Баарыбызга маалым, Кыргызстан жана Россия Шанхай кызматташуу уюмунун өнөктөшү болуп саналат. Ошондуктан макулдашуулар, сүйлөшүүлөр алдыда. Мындан сырткары биз жаштар арасындагы мамилени чыңдоону алдыбызга максат кылдык. Без участия СМИ Мындай масштабтуу форум Ош шаарына биринчи жолу өтүүдө. Эки мамлекеттин кызматташуусу жалпыга маалымдоо каражаттарсыз элге туура жайылтуу кыйынга турат. Ошол себептен бул жерде медианын ролун көрсөтүү максаты турат. Мындай долбоорлор аркылуу медиа тармактардын да кызматташуусу чыңалат. Мындай ой идея Владимир Путиндин ич сапары менен келишинде пайда болду. Эми журналисттер арасында тыгыз кызматташтык мындан ары уланат. Pekin deklaratsiyasi qabul qilinganiga 2020-yili 25 yil bo'ladi. Shu sababli bugun Osh shahrida 1-marta Pekin deklaratsiyasi bilan Pekin harakati platformasini Qirg'iziston Respublikasida amalga oshirishning natijalari, erishgan muvaffaqiyatlari va masalalari nomli seminari bo'ldi. Shu munosabat bilan BMTning tashabbusi bilan joylarda maslahatlar berilmoqda. Unda ayollar va qizlarga bo'lgan zo'ravonlikni to'xtatish, migratsiya masalasining salbiy va ijobiy tomonlari, gender stereotiplarni o'zgartirish haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Tadbirga Qirg'iziston Respublikasining Mehnat va ijtimoiy rivojlantirish ministrligidan, BMTdan vakillar va shahar yashovchilari qatnashdi. Атайын ушул Ош шаарына уюштурулуп, Баткен, Ош жана Жалал Абад шаарларынын өкүлдөрү келип катышып олтурушат. Негизги максаты бул жака ушул консультация күнүн өткөрүүнүн дагы бир максаты бул деген ушул түштүктөгү жашаган элдердин негизинен түштүк жергесиндеги бир белгилеп кое турган эң оор эки маселе бар. Бул деген биринчиден ушул миграциянын аябай көптүгү, бул жакта ушул дагы аялдардын абалына аябай чоң таасирин тийгизет, балдардын, энелердин, жаш кыздардын. Qirg'izistonda oilaviy fermer xo'jaliklarini rivojlantirish zarur. Bu tarmoqda yirik daromad topish imkoni ko'p bo'lgani uchun hozirda Qirg'iziston hududida 400 mingdan ortiq fermer xo'jaliklari bor. Ularning ko'pchiligi oilaviy tartibda boshqariladi. Shu sababli fermerlarning ishini yana bir marta tartibga keltirib, daromadlarini ko'paytirish maqsadida hududlarda maxsus o'quvlar tashkil qilina boshladi. Batafsil hamkasbim to'xtaladi. Fermerlik orqali oilaviy byudjetni tashkil qilish ancha matonatni talab qiladi. Asosiysi, qaysi tarmoqda ish olib borilmasin, avval tajriba to'plash kerak. Bu holda mutaxassislarning fikri zarur. Buning uchun maxsus o'quv seminarlar o'tkazilmoqda. Үй-бүлөлүк фермердик чарбалардын негизги көйгөйлүү маселелерине мындай чечиш боюнча кандайдыр бир көмөк көрсөтүү. Себеби бардыңыздар билесиздер, өндүрүү жагында деле көп мындай баягы инновациялык технологияларды колдонуу боюнча кыйынчылыктар бар. Бул багытта дагы бир иштеп, улуттук комитет бир жардамын көрсөтөт деген ой пикирибиз бар. Chorvachilikni rivojlantirish bilan migratsiya oqimini kamaytirsa bo'ladi. Hozirda o'lkada daromad olib keladigan tarmoq bu fermer xo'jaligi. Shunday bo'lsa ham, bu tarmoqda muammolar yo'q emas. Masalan, yaylov, ozuqalarni tayyorlash masalasi bor. Biroq sharoitga yarasha barini hal qilsa bo'ladi. Семейный фермерствого мына жаштарды көп колдонсо болот экен. Жаштар көп бош, чын айтканда. Мына Москвага барып, көп алегидей болуп келип, не иш кылышын билбей жүрөт. Мен айтып атам, жок дегенде тооктон баштагыла. Тоок, үндүк, от майдадан болуп туруп, анан кийин чоңго өтүп кетиш керек. Qirg'izistonda 9 million gektardan ortiq yaylov bor. Bu ham xalq boyligi bo'lib sanaladi. Yaylovlarni foydalanishda yangi tizimlar kiritila boshladi. Sababi so'nggi vaqtlarda hayvonlarning soni ortib borayotganligi uchun shunga yarasha yaylovlarni yaxshilashda xalqaro tashkilotlar yordam qo'lini cho'za boshladi. Ошолордон каражаттар келип атат. Ошол каражаттардын эсебине мына жайыт комитеттер ошол жана алыскы жайыттарга барып жолдорду оңдоошун айыл чарба техникаларын сатып алышты. Башка шаймандарды сатып алышты, комбайндарды, тракторларды, автомашиналарды. Бул дагы жайыт комитеттердин, жайыт пайдалануучулар койгон ошо эл аралык уюм тарабынан жакшы мындай жардам болуп атат.
Bugungi kunda oilaviy fermerlikning daromadi oz. Shu sababli chorvachilikni rivojlantirishda har bir oilaga yo'nalish berish kerak. Shu sababli Birlashgan Millatlar Tashkiloti yordami bilan oilaviy fermer xo'jaliklarini rivojlantirishda fermerlarga seminar bo'lib o'tdi. Unga o'lkaning 3 oblastdan kelgan fermerlar ishtirok etishmoqda. За каждым фермером стоит семья. Фермерлерді өнүктүрүү менен үй бүлөнү тургуза алабыз. Бул жаштарга эң маанилүү нерсе. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин өлкөдөн эң көп мигранттар чыгат? Эмне үчүн? Себеби өлкөнүн экономикасы бат өнүкпөй жатат. Ал эми айыл чарба, мал чарба болсун киреше киргизбей жатат. Бул глобалдуу көйгөйлөрдүн бири. Ta'kidlab o'tsak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro oilaviy fermer xo'jaliklarini rivojlantirishdagi faoliyatiga bu yil 10 yil bo'ldi. Bu yillar oralig'ida aholiga dehqon fermer xo'jaliklarini rivojlantirishda yordam berib kelishmoqda. У нас вот по статистике есть деление на государственные. Batkenda meva va sabzavotlarning ko'chatlaridan tashqari lola gulini o'stirib daromad topganlar ham bor. Qadamjoyning 25 yoshdagi yashovchisi 3 yildan beri Rossiyadan olib kelingan 100 tup lolani ko'paytirib, daromadli biznesni davom ettirmoqda. Gul o'stirib kichik tadbirkorlikni boshlagan bog'bon haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Qadamjoydagi aholining ko'pchiligi dehqonchilik bilan shug'ullanib, bir qarish yerdan ham hosil olishga harakat qilishadi. Masalan, hudud mavsumga qarab malina, olma, qo'qon gilos, shaftoli va g'ayloni kabi mevalar makoni. Ularni bir yilda 2 marta hosil oluvchi o'zgachaliklari ham bor. Mana shunday dehqonchilik sirini bilgan 25 yoshdagi Abdumalik Maqsatov 40 sotix gilos bog'ida lolaning 2 xil turini o'stirib, gilosdan tashqari qo'shimcha biznesni boshlagan. Foyda topsa bo'ladi. Hozir бардық елдер гилас, шаптолы, алма ошоға эле карап калганда, мына жердин мындай бош жерлер иштетилбей калып кетип атат. Кара эгин эгилбей жатат. Ошого гүлдөн дагы пайда алса болот. Бош гүлдөр, бош жерлер бар. Эми ошого биз аракет кылып атабыз, ошол гүлдөн пайда тапканга. Azı көбөйдүрүп атабыз. 3 yil avval Rossiyadan olib kelgan 100 tup lolalar soni hozir 1000 dan oshadi. Dastlab 50 tup qizil, 50 tup sariq lola ekkan. Hozirda bog'bonning bog'ida giloslar ham gullab, ajoyib manzara kashf qilgan vaqti. Bu endi kun abarayı жылуу kese martdan 25-26larga gulдөйт. Men былтыры bunu endi sınamak üçün töke egip kördüm. Navrozga gunçaladı, açılgan жоқ. Ne bolup. Endi bunu ilanjı barışı jerge egiş gereken. Ali tiplisa-miplisage egip körgönübüz жоқ. Uning aytishicha, bu gulning daromadi ko'p, mashaqqati oz. Sababi 4 marta sug'orib tagini yumshatib qo'ysa 1 yilga yetadi. So'ngra ularning piyozlarini noyabr oylarida qazib olinadi. Bu vaqtda uning ildizi 2-3 taga ko'paygan bo'ladi. Endi bundan foydalanadigan, ko'paytirim degan maqsad bo'lsa, bu gulni ko'lab piyozini ko'laganda bu piyozning hozir aslında eteng joyda ko'lasak bu gülün aslında 3'te 4'te piyaz bolup, onu dağın bölüp, misali bir yıl bitte bolsa keyingi yılga 4'te 3'te bolup köpeyet bu güldür. Gollandiya lolalari mart oyining o'rtalarida gullab, aprel oxirida gulini to'kadi. Bu orada sotuvga chiqsa, tuplarini ham sotib oluvchilar ham bo'ladi. Kelajakda bog'bon katta ishxonalar bilan shartnoma tuzib, gul ko'chatlarini sotmoqchi. U gul o'stirishdan tashqari issiqxonada sabzavot ko'chatlarini yetishtirib, erta bahorda sotuvga chiqaradi. Bundan tashqari 40 sotix yerga qo'qon gilos, 10 sotix yerga qulupna ekkan. Bugun sizlar uchun yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr omon bo'ling.